Gülümsüreş. Xayır-saxavat günü. O günü Yusuf'ның öyidikiler şundaq aldırış idi. Yusuf boluvatqan işlarni ko'zitivatatdi. O'g'lim, Yusuf, chaqqan tayyor bo'g'in. Sal turib sirtqa chiqimiz. Nega borimiz, dodo? Ahmet tog'ang bog'u, mening hiliqi do'stim. Og'rib qopdi, shuni yo'qlab kelimiz. Yusuf darhol tayyorlanishga boshladi. Shu asnoda Yusufning ko'zi Shiraga tushdi. Shiraning ustida bir konvert, uning yonida ichiga bir narsa qachilangan xaltala turardi. Dodo, bular nimalar? O'g'lim, bugun bizning xayr-saxovat qiladigan kunimiz. Hammamiz Sadiqa baygila chiqamiz. Sadiqa? O nima degan gap, dodo? Sadiqa degan muhtojlarga beriladigan yordam. Pul, yemak-ichmak, kiyim-kechak, bilim-hunar bo'lishi mumkin. Bulardan qaysi birini boshqalarga atsak, sadiqa bo'ladi. Bugun men pul atadim. Opang yemak-ichmak atadi. Akang o'rgangan bilimlarini atadi. Dodo, biz o'zimizning narsalarni nimishqa boshqalarga berib etamiz? Allohning roziligiga erishish uchun, o'g'lim. Undaqda meningmi Allohning roziligiga erishgim bor, meningmi sadiqa baygim bor, ammo mening pulim yo'q. Undaqda gapimni obdan quloq silib angla. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Kulimsirashmu sadiqadir. Kulimsirash, ya'ni tabassum qilish kishilarni xushal qiladi. Kulimsirasangiz, sizmi sadiqa baygan bo'lasiz. Yusuf ailasidagilar bilan yo'lga chiqib, uzun o'tmay Ahmad tog'ining uyiga keldi. Uy bekli ko'ni bo'lib, o'rilib ketadigandaklari turardi. Yusuf bundaq uyni tunchi qatim ko'rib atadi. Yusuf Ahmad tog'iga sinchilab qaradi. Ahmad tog'a bekli yashinib qolgan ham kasalchan ko'rinadi. Yusufning ko'ngli yerim bo'ldi. Ahmad tog'ining ayoli ham bolalari uyda edi. Uyda mashinib turadi. Uyning o'ttirida bir ikki tal sunuq uy jabduqlari va ko'ni yostiqlar chechilib yotadi. Ular yerdila o'ltirishdi. Yusuf har tarafga qaraydi. Yusufning dadisi yanchuqidan bir konvertni chiqarib Ahmad tog'iga berdi. Yusuf konvertning ichida nima borligini biladi. Dadisi uningga atagan sadiqasini berib atadi. Yusuf buningdan bakli xush bo'ldi, chunki u Ahmad tog'ining qiyinchiligi borligini biladi. Uyga kira-kirmayla Yusufning onasimi bir xalta ashliqni Ahmad tog'ining ayoliga berdi. Xaltada yog', sut, asal qatorliq yemakliklar, bolalar uchun shokolad va tatliq turumlar bor edi. Bu vaqtda Yusuf Ahmad tog'ining ayoliga qaradi. U ayolning chiroyiga kulki yugurgan bo'lib, Yusufning onasiga qayta rahmat aytib atadi. Xaltalardagi yemakliklar bu oiladagilarning bir qancha kunlik ehtiyojini qamdaydi. Shokolad va tatliq turumlar bolalarni qanchalik xush qilib etara? Ichkari uyda Yusufning aksi bolalar bilan mashg'ul edi. Bolalarning oldida kitob daftarlar bor edi. Yusuf ularning yeniga berib, jimjitgina qarab turdi. Aksi bolalarning topshiriq ishlashiga yordamlashib atadi. Bolalarmi diqqat bilan aksining deganlariga quloq solib atadi. Yusuf aksidan bakli faxrlandi. Nima degan yaxshi? Navbat menga keldi. Payg'ambarimiz nima degan edi? Ha, esimga keldi. Kulimsirashmi sadiqadir degan. Men hozirla sadiqamni beraychi. Shuning bilan u kulimsirashga boshladi. Boshqalarga yordam berish, tang bahralanish, sadiqa berish nima degan yaxshi ish, ha? Ahmad tog'a ayoli va bolalari qanchalik xushal bo'lgandi. Dodo, men kelar qitimli xayr-saxovat kunida hammalardan ko'p sadiqa beraman. Shundoqmi? Nima ish qilishni o'ylayapsiz? Ham kulimsirayman, ham o'yinchoqlarimni beraman. Bundoq qilsam, 2 qitim sadiqa bergan bo'laman. Yusufning dadisi, onasi va aksi uni maqtashib ketdi. Yusuf Aliddin xayr-saxovat qiladigan kunning tezroq kelishini kutishga boshladi.